tez gapiraman, telefonim o'chib qolyapti. Batareykalari ishib ketganiga. Qarang, xullas o'rtadan daliluz chiqib ketadigan bo'lyapti-da. Feruza opaga ham aytdim. Daliluzni chiqarib oling deb. Xo'p, agar daliluzni chiqarib olsa, sizlar yordam berasizlarmi Feruza opaga? Albatta. O'shani avaz akangiz bilan gaplashing. Qanaqa qilib yordam bera olasizlar? Opa, qarang, daliluz aytganda boshida Koreyaga boradigan bo'ldim. Tikishim ahvoli. Suv tingandan keyin qahramon bo'lib chiqmasa bo'ldi o'zi. Daliluz algina qilayotgan o'ziga aktiv yig'yapti, opa. O'rtadan chiqib ketsin. Opa, siz shuni yetkazing onasiga. Avazbekaga o'zi to'g'ridan to'g'ri chiqsin. Avazbeka bilan gaplashdim hozir. Onasi Avazbekaga to'g'ri chiqsin. Bitta qilmasdan Avazbeka bilan gaplashib nima qilaman? Ha, o'shani gaplashib ko'ringchi, nima yordam bera olasizmi deb avval yaxshilab gaplashmaysizmi? Daliluzni o'rtadan chiqarib yuborgandan keyin avazga ham yordam bermasa, onasiga hech kim yordam bermaydi keyin shu bilan. Daliluz yordam beryaptimi, opa, moliyaviy taraflamayapti. Opajon, men Avazbekani oldidagi odamman. Anavi Mol Ali degan bloger opamiz aytuvdi. Nima deydi? Telefon qilasagan dedi-yu. Gapiryapsizlar ekan-ku, o'shanga telefon qilsin degan ekansizlar. Men nega telefon qilishim kerak ekan, o'zlari qilsin dedim. Momali opamiz aytdi, agar Avazbek shunaqa dakansa olib boraveradigan bo'lsa, yordam beradigan bo'lsa, men anavi har xil uchinchi odamlarni o'rtadan chiqaraman. Dedi anavi bloger opa. Keyin men u gapni Avazbekaga yetkazdim. Shunaqa aka, onasi shunaqa deyapti ekan desam, Avazbek aytdiki, agar o'zi to'g'rima-to'g'ri chiqib, chiroyli muomalasini qiladigan bo'lsa, men ham chiroyli muomalasini qilaman. Rus o'rtadagi odamlarni chiqarib yuborsin. Deyapti. Qarang opa, bitta gap. Mayli, o'tgan ish o'tib ketdi opa. Avazbekka dakansa yordam beradi. O'rtadagi Daliluz opa mana kelolmayman dedi Koreyaga. Kelolmaydi ham opa. Kelaman deb kelolmayapti. O'tirib o'zinglar politsiyaga topshiringlar deyapti. Sizga qanaqadir yordam berdimi? Moliyaviy yo ma'naviy? Nimaga menga Daliluz moliyaviy yoki ma'naviy yordam berish kerak? O'zingizga savol berib ko'ring. Sizga tayyor yordam berayotgan odamni opa o'zlaringdan qilyapsiz. Sizga tayyor yordam berayotgan odamni opa o'zlaringdan qilyapsiz. Koreyaga kelasizmi siz? Koreyaga kela olasizmi? Boraman, xudo xolasa. Bo'ldi, Avazbekaga aloqaga chiqing opa. Dadan. Annyeonghaseyo. Xullas bu karshi salom degani. Agar san noto'g'ri aytgan bo'lsa, aytib bermisizlar. Salom, men karsini umuman bilmayman. Xo'p, xullas bu jamoa bizani sotib olishga harakat qilishyapti. Daliluzni sotib olishga harakat qilishyapti. Onani ham sotib olishga harakat qilishyapti. Xo'sh. O'ylab ko'ramiz. Hamma narsani plan qilib, hozir bitta video qilamiz. Xo'p, sotib olishmoqchi Daliluzni, ya'ni meni bu o'yindan chiqarib olishmoqchi. Qayerdan olib topasizlar sizlar? Bizni bularni klubiga odam qo'yib qo'yganmiz. Bu odam hamma narsani bizga yetkazib turibdi. Hozir bundan keyingi videoni kutib turinglar. Hammasi ayon bo'ladi.